I came here to be the manager of Manchester United, not to be the coach of Manchester United. Angliyada murabbiylar iste'fosi davom etadi. Chelsea Enzo Marescani iste'foga chiqarganidan hech qancha vaqt o'tmay Manchester United jamoa bosh murabbiyi Ruben Amorimni ishdan oldi. Klub rasmiy bayonot berib, bu qaror o'zgarishlar vaqti kelgani uchun qabul qilinganini bildirdi. Ruben Amorim Leedsga qarshi o'yindagi durangdan so'ng matbuot anjumanida jamoadagi bosh murabbiy rolidan noroziligiga shama qilgandi. Keyinroq jurnalistlar Amorim bu chiqishi bilan jamoada shunchaki bosh murabbiy emas, balki menejer sifatida ko'proq ta'sir doirasiga ega bo'lishni xohlayotganini klub rahbariyatiga yetkazishga harakat qilgani haqida yozdi. Oradan bir kun o'tib esa u iste'foga chiqarildi. Unitedni mavsum so'ngiga qadar jamoa sobiq o'yinchisi Darren Fletcher boshqarib turadi. Ma'lumot uchun 40 yoshli portugaliyalik mutaxassis 2024-yil kuzidan beri Manchester Unitedni boshqarib kelayotgandi. Jamoa uning qo'l ostida o'tgan mavsum Yevropa Ligasi finaliga qadar yetib borib, yakunda Tottenhamga yutqazdi. Amorim 63 ta o'yinda Qizil iblislarga ustozlik qildi. Bu o'yinlarning 25 tasida g'alaba, 15 tasida durang, 23 tasida mag'lubiyat qayd etildi. Jamoa ayni damda APLda 20-turdan so'ng 31 ochko bilan 6-o'rinda boryapti.